Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar va hamda logoped defektologlar. Mana bugungi birinchi darsimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Agar nutqimda to'xtalishlar, uzilishlar bo'lib qolsa, oldindan uzr so'rab qo'yaman, chunki birinchi marta onlayn dars o'tishim. O'zingizlarning iliq yurakchangizni yoki olovchangizni o'sha bizning darsimizga ko'rsatib o'tishinglarni istab qolardim. Bu menga ozgina motivatsiya holatini yaratgan bo'ladi. Umumiy qilib oladigan bo'lsak, birinchi mavzuyim bolani nutqi chiqishida ilk qadamni to'g'ri tashxislashimiz kerak. Korreksiya ishlarini to'g'ri olib borish yo'llarini va metodikalarini tanlash yo'llarini sizlarga o'rgatib o'taman. Birinchi mavzuyimiz nutq chiqarish. Nutq chiqarishda bolaga nimaga e'tibor berishimiz kerak? Bola nutqi qachondan chiqishi boshlaydi? İlk qadamni qachon beramiz va qaysi paytda bola nutqi shakllanayotganini bilib olishimiz kerakligini sizlarga hozir ko'rsatib o'taman. Oldin nutq nimaligini bilib olishimiz kerak. Nutq bu oliy psixik jarayon hisoblanadi. Bu jarayonda diqqat, xotira, idrok, tafakkur, tasavvurlar rivojlanib boradi. Biz nutqni taqlid asosida, odamlardan muloqot asosida, ya'ni aloqa holatida o'rganib olamiz. Nutqda nima ishtirok etadi? Nutqda bizning til qismlarimiz, halqum, hiqildoq, traxeya, nafas yo'llarimiz ishtirok etadi. Bizning ichki nutqimiz shakllansa, tashqi nutq ham shakllanishni boshlaydi. Siz farzandingizga 6 oylikdan boshlab qaysi tilda suhbatlashsangiz, o'sha tilda bolaning nutqi chiqadi. Masalan, rus tilida gapirmoqchi bo'lsangiz, rus tilida shu 6 oylikdan boshlab bola bilan muloqot qilganingiz holatida bolaning tili rus zabon bo'lib chiqadi. Endi, demak, hozir ko'rinib turibdiki, 6 oylikdan farzandingizga shakllarni, ranglarni yoki sonlarni ko'rsatib o'rgatsangiz, taqlid asosida o'rgatsangiz, bola nutqingizni tushunsa, aytilgan narsani olib beradi. Chunki 6 oylikdan boshlab bola predmetlarga qo'lini cho'zishni boshlaydi. Siz o'sha holatni tekshirib ko'rmoqchi bo'lsangiz, ozgina kichkina test qilib ko'ringlar. Ya'ni bolangizga ko'k dumaloq shakl bilan sariq to'rtburchak shaklni ko'rsatasiz, oldiga qo'yib qo'yib, olib o'rgatasiz. Ko'k, 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 sariq, sariq, sariq. Haligi qizga, bolangizga, shu 6 oylik bolangizga ko'kka qo'lini qo'ydirib turib oldirtirasiz, sariqqa qo'lini qo'ydirib turib oldirib ko'rasiz va shu tartibda 1-2 hafta ishlaganingizdan so'ng bolaga ko'kni bersa, ko'kni olib beradi. Tartibini o'zgartirsa ham shu ko'k narsa miyasida o'tirib qoladi. Shuning uchun bolani 6 oylikdan boshlab rivojlantirishimiz kerak. Ya'ni telefon berib qo'yib katta qilishimiz kerak emas. Nutq chiqarishda bolaning nutqini tushunishga, ko'rsatish barmoqlar yordamida o'z xohishlarini bayon qila olishga, buyruqlarni to'g'ri bajara olishga, keyin tana a'zolarini to'g'ri ko'rsatib bera olishga va hamda o'yin asosida shu tana a'zolarini surishtirib yoki o'sha aytgan katta kichik shakllarni tushuntirgan holatda bolaning nutqi tez-tez chiqib keladi. Keyin ismiga iloji bo'lsa o'zini ismini aytib chaqiringlar. Chunki shu ism qo'yildimi, 1 oylikdan boshlab bola ismini berib aytib chaqirish kerak. Masalan, Asadilla bo'lsa, Asadilla, Asadilla deb chaqirish kerak. Chunki bolani Asaltoy, Shirintoy, Quyoshim, Buyoshim desa, bola ismiga o'rganmaydi, chaqirganda qaramayapti, ismiga reaksiyasi yo'q degan holatlar yuzaga keladi. Shuning uchun bolangizni nutqga chiqquncha o'zini ismi bilan chaqirishingiz kerak. Shu ko'z kontaktga o'rgatayotganingizda shu ismiga chaqirib turib, yaxshi gapirgan holatda, misol uchun, Asadilla, menga qara, keyin mana o'yinni o'ynaymiz, Asadilla, keyin mana ovqat yeymiz, Asadilla, keyin ko'chaga chiqamiz deb to'g'ri ma'noda chiroyli gapirsangiz, bolangiz qiladi. Agar siz Asadilla, jim o'tir, sen nega anaqa qilyapsan, nega urushyapsan, nega narsa otyapsan desiz, keyin safar ismini aytib chaqirganingizda bola qaragisi kelmay qoladi. O'shaning uchun emotsiyalarimizni to'g'ri qo'llay olishimiz kerak. Iloj bo'lsa, er-xotin urushmoqchi bo'lsanglar yoki kimdir urushmoqchi bo'lsa, bola oldida urushmaydi. Chunki oilada urush janjal ham bolani nutqiga ta'sir qiladi. Demak, nutq chiqarishni bilib oldik. Nutq tug'ma qobiliyat emas, balki u hayot davomida shakllanib boradi. Endi bu nutq chiqarishda nimaga ahamiyat beramiz? Bolaning nutq chiqishida o'yin faoliyatidan foydalanishimiz kerak. Chunki birinchi navbatda bolaga o'yin faoliyati bolaning diqqatini, xotirasini, idrok, tafakkurini rivojlantirishda eng keng qo'llangan metodlar hisoblanadi. Bolangizga mehr bering va vaqtida vaqt ajratishingiz kerak. Bu ishim qolib ketadi yoki tug'dim, bu qaynonam boqadi yoki nyankasiga beraman degan holatda bo'lmasin. Yoshiga mos o'yinchoqlarni tanlab berishingiz kerak. Buni oldingi reyslarimda shu Instagramda ko'rgan bo'lsanglar, bolaning yoshiga mos o'sha korobkalarga ahamiyat bergan holatda, ya'ni ovoz chiqaruvchi yog'ochli o'yinchoqlar,
mayda qo'l motorikasini, yirik qo'l motorikasini rivojlantiruvchi o'yinchoqlar bilan birga ishlashingiz kerak. Keyin nutq chiqarishimizda bolaga ber, qo'y, ma, ke, o'tir degan buyruqlarni bajartirishni o'rgatishingiz kerak. Yoki telefonimni berib ol, ro'molimni berib ol, sabzini berib ol, kartoshkani berib ol degan holatda muloqot qilishimiz kerak. Ya'ni nutq chiqmagan bolaga yuzma-yuz turgan holatda taqlid asosida bolada nutq shakllanish boshlaydi. Agar siz farzandingizga teskari turib, jim o'tir, qarama, bola tegma degan holatlar bo'lib, ko'proq negativ holatda beradigan bo'lsangiz, bola siz bilan gaplashgisi, muloqot qilgisi kelmaydi, o'ynagisi kelmaydi va o'zi bilan o'zi ovora bo'lib, o'zini giperopekasi ko'payib ketadi. Tak. Endi hozir sizlar bilan doskada ko'rib chiqamiz nutqda nima, qaysi jarayon va qaysi jarayonda tafakkur idroklar rivojlanishini ko'rsatib o'taman. O'zingizga bitta shpargalka bo'ladi. Shu belgilar asosida bola bilan nutq chiqarish bo'yicha ishlasanglar, to'g'ri yo'nalish holatida ish olib borishni o'rganib olasizlar.